Assalomu alaykum hammaga, доброе утро. Bugungi mashinamiz BYD. Kech tashlab ketishgan. Endi ko'pchilik tushunadimi yo'qmi, sideniya qorayib qolgan shuncha. Sideniyalarni yechamiz. Tegini tozalaymiz. Apshkalarni apshka polni tozalanadi. Mana laminatsiyasini olib tashlaymiz. Qorayib yotibdi. Xizmatlar kerak bo'lsa, eshitib aloqadamiz. Если что, мы на связи deydi. Sideniya yechyapmiz. Bagajlari bo'lmaydi. Yechib olib tashlaymiz. Qancha qorayib yotibdi. Buni qirib qo'yish bilan ish bilan qilamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.